Aziz onajonlar, xolajonlar, to'ylarga yig'inlarga nima kiyaman deb o'ylab yuruvdinglar. Muzdekkina bo'lsa, lekin shtapil bo'lmasin deb. Opajonlar, ustimdagi ko'ynigimiz ayni sili qidirayotgan, yumshoqqina, toza ipakdan qilingan shunaqa asal ko'ynak keldi, opalar. Materiali ipek, oldilarida shunaqa chiroyli Swarovski toshlari bor. Qo'llari shunaqa chiroyli gafrirованный purpurayda, etaklariga shunaqa chiroyli purpuraylari bor. Opajonlar, ketdik yaqinroqdan ushbu ko'ylagimizni rasvetkalarini ko'rsatamiz. Kelinglar. Ko'ryapsiz opajon, shunaqa chiroyli rasvetkalardan iborat. Etaklari shunaqa chiroyli gafrirованный purpuraydan, orqalari shunaqa mana yaxlit qilingan. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Qo'llarini ko'rdinglar, rasvetkalar hozirgi eng trendiy rasvetkada. Materiali ipek, opalar, razmer 48-58. Rasvetkalar hamma turdagi onajon, xolajonlarimiz uchun ketaveradi. Ushbu ko'ylakni o'zimni onam ham kiygan.